Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede siz Radio Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. 7. ayının 4. günü Amerika Qo'shma Shtatlar davlat qurulganligining ya mustaqil bo'lganligining xotiri kuni. 241 yillik mustaqillik xotiri kuni. Bu munosabat bilan Prezident Obama nutq so'zlab asosligi armiya jangchilarning masalan harbiy sepdan qaytgan armiya jangchilarining oila tavobatlarining turmushi ko'ngil bo'lish to'g'risida to'xtaldi. Michel xonim bu faoliyatni ishlagan. Shunday Amerikaning mustaqillik xitobnomasi sizga ma'lum, bizga ma'lum. İnsanning 3 huquqi, erkinlik huquqi, hayotlik huquqi, baxt qo'g'lishish huquqi. Bu 3 huquq Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik xitobnomasida qayd qilingan. Bütün dünyadagi shunga munosabatli millatlarning shu huquqlarni qo'lga keltirish uchun qiladigan kurashlarga yo'l ochib berilgan mustaqillik xitobnomasi. Mana bugun Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqilligining 245 yilligi xotirlanmoqda. Biz ham shunday xotirlaymiz. Endi bugungi yangi mavzuyimizga to'g'risida to'xtalsak, mavzu bundaq. Tayvan Jungo'ga qaratib o'q qo'yib berdi, ya'ni raketa qo'yib berdi. Amerika balki perdening orqasida turib qo'lladi mavzuli xabar 7. ayning 1 kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi 7. ayning 1 kuni Tayvan harbiy tarafning 131 nomerli harbiy parxoti atratiga taba bo'lgan Jinjang harbiy parxotidan shu kuni atgan soat 8 dan 10 minut o'tganda Tayvan bo'g'izi qartib 300 kilometrlik masofaga yetib bora oladigan raketani xato holda qo'yib berganligini dalilladi. Raketa Tayvan bo'g'izi o'ttiri siziqdan o'tmadi. Bu qatimqi raketa qo'yib berish Jungo'da kompartiya qurilganligining 95 yilligini xotirlayotgan bir kunga to'g'ri keldi. Bu ishning ta'siri to'g'risidagi g'olg'ila davomlashishi mumkin. Tayvanning raketani qo'yib berishi qaramaqa Tayvan bilan Jungo o'rtasidagi ish. Lekin alomatlar ko'rsatdiki, Amerika bu voqeadan foyda olgan bir tarafdir deb ko'rsatdi xabarda. Germaniya Ovoz 7. ayning 1 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo partiya qurilganligining 95 yilligini xotirlayotgan bir kun edi. Rais Xi Jinping, Li Keqiang qatorliq partiya markaziy komitetining 7 nafar doimiy a'zosi bu yig'inga qatnashgan. Va bergan Rais Xi Jinping bergan dokladida o'rtaq tunishni Tayvan bilan Jungo o'rtasiga o'rtaq tunishni ta'kidlab, Tayvan mustaqilligi qat'iy qarshi turamiz deb ko'rsatgan. Dal shunda kunda Tayvan Jungo tarafga xato holda bir raketa qo'yib bergan. Tayvan taraf o'q xato ketib qoldi dedi. Jungo taraf qattiq turib tushuntirishni talab qildi. Diqqat qilishga arziydigan bir taraf shuki, deyildi xabarda. İlg'or texnik bilan yasalgan bir dana raketa, qirg'inchilik kuchi intayin zo'r bir raketa, shundaqla harbiy parxlar qo'yib beriladigan bir raketa tabiiyla xato qo'yib berilgan ekan. Tayvan armiyasi yana bundan keyin raketani xato qo'yib beradigan mashg'ulotlarni yana qanday qilib berishi mumkin? Tasodifiy bir ahvol raketa Tayvan bo'g'izidan o'tib, Jungo'dagi qaysi bir nishonga xato holda tekkan bo'lishi. Undaqda eng muhimi bundaq ahvolda Tayvanga bundaq yurakni va xato mashg'ulot elib berish usulini kim bergan bo'ladi? Tayvanning harbiy harakatiga izchil diqqat qilib turadigan Amerika bu ish to'g'risida hozirgacha undaq obzor e'lon qilmadi. Yoki mundaq aytganda Amerika Tayvan bo'g'izi biron chapqunliq vaziyatning shakllanishiga sukut qilyotdi. Amerika Davlat Majlisi Avam palatasi 6 turli kapolatnoma yozilgan 6 turli kapolatnomani bugun yeziq shakliga keltirdi.
Demek tünügüllerden sözüldük ko bu doğruda. Yazık şeklik keltirdi. Bu arkalık Tayvan'da yanıdan prezident bolup saylangan Sayın hanımga çoğun bör soğuk taktım kıldı dep görsem. Hazır endi oylaymiz ki bu 7. ayının 1. günü Tayvan raketasının hata kurulu koyup verilişi bu. Kılgı tazı sığamdı sığmamdı. Benim bir matbuatı körgünümçe boğa vaxtıda bir raketani koyup verişçi onun iş tertibini meşgulat kılışçı 7 gün vaqt ketidi ekan. Demek bu Jungo nisbeten şunda aytilgan Jungo'nun raketalarını koyup veriş doğurkası 7 günde aran koyup vereleydi dep görgen edim. Bu Tayvan'ın bu derecedeki raketasının bu su tapançısı okşaş konukunu basılı etilişi bu kızık bir iş oldu hesapta. Yani kelip bu 7. ayının 1. günü Kompartiya kurulgan günü doğru kelip hata koyup verilgen raketa oldu. Yani bir hesapta. Endi bu doğru bu Tayvan Jungo boğaz yani kandak talaşta atışlar oldu. Vatandaşlarım bizine devamlı gözütüp sizlerge vaxtı yetkizimiz.